Hürmetlik Şərq Türkistanlı qarindoshlar. Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısını görüşünüzü qızğın qarşı alırıq. Tövəndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Asiya Tor xəbərləri 24 dekabr günü e'lon qilgan Şərq Türkistan sürgündə hökuməti Xitoyning Şərq Türkistanni ishg'ol qilib olganligining 76 yilligini la'natladi nomli xabarda mundaq deyildi. Şərq Türkistan sürgündə hökuməti Xitoy Xalq Cumhuriyetining Şərq Türkistanni qanunsuz ishg'ol qilib olganligining 76 yilligini xotirladi. Şərq Türkistan sürgündə hökuməti xalqaro jamiyatni Şərq Türkistanda davomlashayotgan rəhimsizliklarni to'xtatish va Şərq Türkistanning mustaqilligini asliga keltirish uchun yordam chaqiriqini qayta ta'kidladi. Şərq Türkistan sürgündə hökuməti e'lon qilgan axborotga qaraganda, bu xotirlash faoliyati 1949 yili yuz bergan voqeani, ya'ni Xitoy Kompartiyasi qurilgandan 11 kun o'tgandan keyin Xitoy Xalq Cumhuriyeti Şərq Türkistonga harbiy tajovuz qilganligini la'natlaydi. Şərq Türkistan sürgündə hökuməti Şərq Türkistan Milliy Uyg'unish harakati 2025 yili 12 ayning 21 kuni Oqsaroyning oldida namoyish o'tkazib, Xitoy Şərq Türkistonni ishg'ol qilib olgan 76 yildan buyongi qurbonlarni xotirladi. Şərq Türkistan sürgündə hökumətinin vəkilləri irqiy qırğınçılıq, mustamlikachilik və insoniyatga qarşı jinoyat deb e'tirof qilingan Xitoyning jinoyati uchun Beyjingni javobgarlikqa tortishda konkret tadbirlarni qo'llanishni talab qildi. Axborot bayonotida Şərq Türkistan Milliy Uyg'unish harakatining rahbari, Şərq Türkistan sürgündə hökumətinin tashqi ishlar va bexatarlik ministri Salih Xudoyorning so'zi naql keltirilib, Xitoyning Uyghur, Qozoq, Qirg'iz va boshqa Turkiy xalqlarga qarshi sistemlik harakati irqiy qirg'inchilik ahdnomasida belgilangan irqiy qirg'inchilikdan iborat ekanligi ko'rsatildi. Salih Xudoyorning Xitoy ishg'oliyatini ayblab tafsiliy bayon qilgan bu axborotida 1949 yildan buyon Sharq Turkiston xalqi Xitoy mustamlikachiligi ostida tasavvur qilg'ili bo'lmaydigan rəhimsizliklarga duch keldi. Millionlagan kishilar tutqun qilinib, qisirlashtirildi, o'ldirildi, qul qilindi. Bu faqat zulm yoki inson haqlari dafsanchiligi emas, balki davlat tashkillagan irqiy qirg'inchilikdan iborat. Buni to'xtatishning birdan-bir chorasi Sharq Turkistonning mustaqilligi va egilik huquqini asliga keltirishdan iborat. Salih Xudoyor Amerika va boshqa hukumatlarni simvol xarakterli bayonotlardan halqib, Sharq Turkistonni xalqaro qonun bo'yicha rasmiy holda ishg'ol qilingan zamin davlat deb e'tirof qilishdan boshlab qat'iy qadam tashlashga chaqirdi. U yana irqiy qirg'inchilikqa chetishliq deb qaralayotgan Xitoy katiboshlari va shirkatlarga qarshi nishonliq jazo qo'llanish, majburiy emgak orqali ishlab chiqarilgan mahsulotlarni import qilishni cheklash va xalqaro jamiyatning xalqaro jinoiy ishlar sudiga sunilgan Sharq Turkiston davosini qo'llashni talab qildi. Sharq Turkiston sürgündə hökumətinin Cumhur raisi Doktor Məmtəmin A'la Xitoy ishg'oliyatining keng doiralik dunyoviy oqibatlarini ta'kidladi. U Beyjingning Sharq Turkistonni ishg'ol qilib olishi faqat bir millatning mavjudligini emas, balki xalqaro muqimlikni tahdid qiladi. Keskin harakat qilmaslik Xitoyning kengayish xohishini kuchaytiradi va o'r dunyoga tahdid qiladi dedi. Sharq Turkiston sürgündə hökuməti Xitoy Xalq Cumhuriyeti tarafidan Şinjan deb nom qo'yilib boshqariladigan Sharq Turkiston xalqining manfaatiga vakillik qilish uchun qurilgan siyosiy o'rin deyildi. Amerika urush ministrligi yangidan nashr qilgan Xitoyning harbiy kuchi doklati Beyjingning harbiy va bexatarlik qismlarini Sharq Turkiston va Tibet mustaqilligi tarafdorlarini zo'ravonlik bilan bostirishga yetaklaganligini, ularning o'z taqdirini o'zi belgilash uchun qilgan qonunlik ko'rishini harbiy tahdid deb qaraganligini jazmlashtirgan bo'lib, Sharq Turkiston sürgündə hökumətinin tashqi ishlar va bexatarlik ministri Salih Xudoyor 24 dekabr kuni ijtimoiy axborot vositalarida buningga qarata ko'z qarashli va talablarini o'tirg'a qo'yib mundaq dedi. Amerika urush ministrligi yangidan nashr qilgan Xitoyning harbiy kuchi doklati Beyjingning harbiy va bexatarlik qismlarini Sharq Turkiston va Tibet mustaqilligi tarafdorlarini zo'ravonlik bilan bostirishga yetaklaganligini, ularning o'z taqdirini o'zi belgilash uchun qilgan qonunlik ko'rishini harbiy tahdid deb qaraganligini jazmlashtirdi. Xitoy Kompartiyasi o'zining huquqiga qilingan har qanday tahdidga yoki uning ifodasiga qaratilgan tanqidga intayin sezgur. Kontrollikni kuchaytirish uchun u Hong Kong, Sharq Turkiston, Tibet va Tayvandagi siyosiy ovozlarni sirtqi kuchlar tomonidan qo'llaniladigan deb qaralayotgan bo'lginchilar deb ataydi. Ishg'ol qilingan Sharq Turkistonni qo'ldan bermaslik Xitoy armiyasining eng muhim vazifalarining biri. 2024 yili 7 oyda minglagan Xitoy Xalq ozodlik armiyasi va xalq qurolli qism askarlari terrorizmga qarshi turish bahonasi bilan tikuchar aeroplan, uchquchisiz aeroplan va droniklar orqali Uyg'ur va boshqa turk xalqlarini nishon qilib keng ko'lamli mashq qilib bordi.
Xitoyning eng chong harbiy qo'mondonlik organi bo'lgan G'arb teatr qo'mondonlik shtabi manevr orqali Hindiston bilan bo'lgan to'qinish, O'rta Osiyodagi harakatlar va Sharq Turkiston shundaqla Tibetda davomlashayotgan irqiy qirg'inchilik, mustamlikachilik va ishg'oliyatini 3 xil razil kuchga qarshi kurash qilish bahanasi bilan nazorat qiladi. Dokladda 3 milliondan ortiq askardan tarkib topgan Şinjan ishlab chiqarish va qurilish armiyasi nazardan saqit qilingan hamda Xitoy xalq ozodlik armiyasi shundaqla Şinjan ishlab chiqarish va qurilish atirtini Xitoyning Sharq Turkistonda izchil irqiy qirg'inchilik yurgizishdagi va Sharq Turkistonni sistemlik mustamlikachilik qilishdagi quroli deb aniq ko'rsatmagan. Amerika urush ministerligining Beyjingning Sharq Turkistonning mustaqilligini harbiy tahdid deb qaraydiganligini e'tirof qilganligini nazarga olganda, Amerika siyosati aksicha ish qilishi kerak. Sharq Turkistonning o'z taqdirini o'zi belgilash huquqini e'tirof qilish, Xitoyning terrorizmga qarshi turish bayonlarini rad qilish, Xalq ozodlik armiyasi, xalq qurolli soqchi qismi Şinjan ishlab chiqarish va qurilish atirtini mustamlika hukmronligi va irqiy qirg'inchilik yurgizish quroli deb atashi lozim dedi. Irqiy qirg'inchilikni kuzatish tashkiloti yaqinda Xitoyning atalmish Şinjandagi 2025 yillik irqiy qirg'inchilik jiddiy ahvoli nomli bir maqola e'lon qilgan bo'lib, uningda Sharq Turkistondagi nupusni 12 million deyilgan. Shundaqla Xitoyning Sharq Turkiston xalqining tili va kulturini yo'qotish, assimilyatsiya qilish harakati bilan shug'ullanayotganligini, 1990 yillardan keyin Sharq Turkistonga millionlagan Xitoylarning taraqqiy qildirish maqsadida yerlashtirilganligini 1997 yildagi namoyishni qonliq bostirib, xalqni qalaymaqon tutqun qilib, 200 nafardan ortiqini o'ldirganligini, 2009 yildagi Urumchi qirg'inchiligidagi etnik tashlashda 200 dan ortiq xalqning o'ldirilganligini, Sharq Turkistonda kuzatish texnikasining taraqqiy qildirilib, sun'iy aql orqali kuzatish, biometrik sonliq ma'lumot yig'ish, Uyg'ur harakatlarini iz qo'g'lash va kontrol qilish harakatlarining kuchaytirilganligini 2017 yilidan boshlab 800 mingdan 2 milliongacha xalqimizning tutqun qilinib, turlik zulmning qurboniga aylanganligini, diniy, milliy va kultural kimligimizning yo'qotilayotganligini, undan boshqa turlik zavodlarda va shirkatlarda majburiy emgakka selinayotganligini, 2017 yildan 2018 yilgacha Xitoyning tug'mas qilib etish, qisirlashtirish siyosatining natijasida nupus ortishining 84% tuvanlab ketganligini, Uyg'ur bolalarining oilasidan ayirib etilib, yotoqliq maktablarga yoki doriltamlarga o'rinlashtirilib, mingisining yuyilayotganligini, kimligining yo'qotilayotganligini, buning irqiy qirg'inchilik ahdnomasining 2-moddasiga asosan irqiy qirg'inchilik va yana insoniyatga qarshi jinoyat hisoblanganligini, Xitoyning barliq qilmishlarining ayrimchilik qilish, ayblash, yo'qotish, tenib tashkil qiladiganligini, irqiy qirg'inchilikni to'xtatishdagi tavsiyalarini bayon qilgan. Sharq Turkiston surgunda hukumatining tashqi ishlar va bexatarlik ministri Salih Xudoyor 22 dekabr kuni bu bayonlarga qarata to'g'ri bo'lgan qarash va tavsiyalarni bildirib, biz yaqinda irqiy qirg'inchilik kuzatish e'lon qilgan Xitoyning atalmish Şinjandagi 2025 yillik irqiy qirg'inchilik jiddiy ahvoli nomli ogohlantirishida Xitoyning vatanimizda davomlashayotgan qirg'inchiligini e'tirof qilganligi va ayblaganligi uchun rahmat aytamiz. Şunun bilan bir vaqtda şunu alayda ta'kidlaymizki, ba'zi atalg'ular va ramkalar yanada Beyjingning bayonlarini aks ettirdi va biz duch kelayotgan to'liq reallikni tuvalitish xavfi tug'dirdi. Shunisi aniq va to'g'ri bo'lishi kerakki, davlatimizning to'g'ri nomi Sharq Turkiston bo'lib, Xitoy bir tarafli holda Şinjan deb o'zgartirib o'tgan. Xitoyning mustamlika atalg'usi Şinjanni ishlatish vatanimizning mustaqil davlat bo'lish tarixini o'chirib, davomlashayotgan irqiy qirg'inchilikning tub sababi bo'lgan harbiy ishg'ol va mustamlikachilik realligini yoshirishga yordam berdi. Dokladda Sharq Turkistonda 12 million nupusning borligi tilga ilingan. Xitoyning o'zining sonliq ma'lumotlarida umumiy nupusning taxminan 26 million ekanligi, taxminan 12 million Uyg'ur borligi ilgari suriladi. Sharq Turkiston manbalari va ziyolilari bularni siyosiy jihatdan kamsitilgan sonliq ma'lumotlar deb qaraydi. Bu sonliq ma'lumotlar Uyg'ur va kang turk nupusining amaliy sonini yoshirdi. Nurg'ulg'an kishilar Xitoy 2014 yili mayda irqiy qirg'inchilikni kuchaytganda ularning sonining taxminan 45 million ekanligini mo'ljallaydi. Xitoyning qirg'inchilik qilmishlari Xitoy ichida emas, balki ishg'ol qilinmagan davlatda yuz beryotidi. Qirg'inchilik chet el ishg'oliyati va mustamlikachilikning quroli sifatida ishlatilyotidi. Xitoy keng ko'lamda tutib turish, majburiy emgakka selish, qul qilish, sistemlik tug'ilishning oldini olish, bola yo'tkash, din va tilni yo'qotish, shundaqla nupus qurilmasini o'zgartirish orqali davlatimizni mangulik kontrol qilishga tirishyotidi.
Biz barlıq insan haqları təşkilatı və hökumətlərdən tövəndikilərini tələb qılımız. Xitayning mustamlika atalğısı Şinjanның o'rniga Sharq Turkistonni ishlatish. Xitoycha atalg'u, ya'ni Şinjan uchirganda uni Sharq Turkiston deb tushuntirish va masalaning buning ichki asonliq millat masalasi bo'lmasdan, balki mustamlikachilik hukmronligiga duch kelayotgan ishg'ol qilingan davlat ekanligini e'tirof qilish. Nishon qilingan millatning nupusini qasddan kichiklatishning o'rniga nupus sonliq ma'lumotlarda Sharq Turkistonning, ya'ni Uyg'urlarning mo'ljalları va ya Beyjingning o'zining yuqori sonliq ma'lumotlarini asos qilish, haqiqiy uzun muddatli hal qilish choralarining Xitoyning davomli ishg'oliyati ostida texnikalik islohotlarni yo'lga qo'yishda emasligini, balki Sharq Turkiston, ya'ni Uyg'urlarning tashqi o'z taqdirini o'zi belgilash, mustamlikadan qutulish va Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirishni talab qilish ekanligini to'nib etish va ta'kidlash. Irqiy qirg'inchilikqa ism qo'yish hayotiy ahamiyatga ega. Davlatni, xalqni va masalaning asosiy yildizining Xitoy ishg'oliyati, mustamlikasi ekanligini tasdiqlash. Masalani hal qilishning, irqiy qirg'inchilikni oxirlashtirishning eng unumli usuli bo'lgan Sharq Turkistonning mustaqilligi va o'z taqdirini o'zi belgilash huquqining yangidan kafolatlantirilishini qo'llashmi shundoq dedi. Chubiyonal xabar to'yri 23 dekabr kuni irqiy qirg'inchilik kuzatishining bayonlarini va Sharq Turkiston surgundi hukumatining tashqi ishlar va bexatarlik ministri Salih Xudoyarning taklif tavsiyalarini tafsiliy xabar qilib mundaq dedi. Uyg'ur rahbari Şinjan deb atamay Sharq Turkiston deb atang dedi va Xitoyning irqiy qirg'inchiligini mustamlika irqiy qirg'inchiligi deb atadi. Sharq Turkiston surgundi hukumatining tashqi ishlar va bexatarlik ministri Salih Xudoyar irqiy qirg'inchilikni kuzatish tashkilotining yaqinda e'lon qilgan Xitoyning Şinjandagi irqiy qirg'inchilik jiddiy ahvoli nomli ogohlantirishini mamnunlik bilan qarshi oldi. Shuning bilan bir vaqtda dokladda ishlatilgan ba'zi atalg'ular va ramkalarning Beyjingning bayonlarini kuchaytirish xavfi tug'dirganligini ogohlantirdi. Bu uning ijtimoiy axborot supisi X'da e'lon qilgan maqolasida bayon qilindi. Salih Xudoyarning so'ziga qaraganda, Şinjan degan atalg'uni ahamiyatsiz ishlatish uning Xitoyning Sharq Turkistonni harbiy ishg'ol qilishi tarixiy va siyosiy realligini yoshirdi ekan. U Şinjan, ya'ni Yangi zaminning Beyjing tarafidan bir taraflama berilib, ishlatilib kelayotgan mustamlika nomi ekanligini va Sharq Turkistonning mustaqil davlat bo'lgan tarixini o'chiradiganligini, davomlashayotgan irqiy qirg'inchilikning asosiy sababining Sharq Turkistonning ishg'ol va mustamlika qilinishi ekanligini ta'kidladi. Salih Xudoyar xalqaro xabarlarda tilga ilingan nupus sonliq ma'lumotlarga texmi qarshi chiqdi. Uning maqolasida tilga ilingandek, u Sharq Turkistonda 12 milliondan ko'p nupusning yashaydiganligini bildirdi. U Xitoy hukumatining sonliq ma'lumotlarida rayonning umumiy nupusining taxminan 26 million ekanligi, ammo taxminan 12 million Uyg'urning borligi, buning siyosiy jihatdan qasddan kemaytib tasvirlangan son ekanligi. Sharq Turkiston olimlari va manbalarining qarashicha, Xitoyning siyosati 2014-yili kuchayganda Uyg'ur va keng ko'lamdagi turk nupusining 45 millionga yaqinlashgan bo'lishi mumkinligini ta'kidladi. Salih Xudoyar bu ahvolni Xitoyning ichidagi ichki masala deb tasvirlagan tushuntirishlarni rad qilib, ishg'ol qilingan davlatda irqiy qirg'inchilik harakatlarining elib berilayotganligini ilgari surdi. U Xitoyning Sharq Turkistonni mangulik kontrol qilish uchun chet el ishg'oliyati va mustamlikachiligining quroli sifatida keng ko'lamda tutib turish, majburiy emgakka selish, tug'ilishning oldini olish, bolalarni oilasidan ayirib etib yo'tkash, dinni va tilni yo'qotish, shundoqla nupus qurilmasini o'zgartirish qilmishini sodir qilayotganligini aytdi. Salih Xudoyar bayonotida inson haqlari tashkiloti va hukumatlarni texmi to'g'ri til va tahlil qilishga chaqirdi. U Şinjanning o'rniga Sharq Turkistonni izchil va muqarrar ishlatishni, ishg'ol va mustamlikachilik hukmronligini aniq e'tirof qilishni talab qildi. U yana nupus sonliq ma'lumotlarining Sharq Turkistonning mo'ljalari va Beyjingning o'zining yuqori sonliq ma'lumotlarini aks ettirishini talab qilib, tuvan sonliq ma'lumotlarning g'arazsiz holda irqiy qirg'inchilikning ko'lamini eng tuvan chekka tushirayotganligini ogohlantirdi. Uningdan boshqa Salih Xudoyar uzun muddatli hal qilish choralarining Xitoy hukmronligi davomlashayotgan ahvolda islohot elib berishning o'rniga tashqi o'z taqdirini o'zi belgilash, mustamlikadan qutulish va Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirishni talab qilishda ekanligini ta'kidladi. Salih Xudoyar o'zining yozmasida qirg'inchilikqa ism qo'yish nihoyatda muhimligini, boshqa yana davlat, xalq va asosliq sabab bo'lgan Xitoy ishg'oliyati va mustamlikasiga ism qo'yishning qirg'inchilikning tamomlanishida o'xshashla muhim ekanligini qo'shimcha qildi. Darvaqa bu muqaddas jihodimizdagi birdan-bir qarg'a keladigan qurolimiz umumyuzlik, hamdardlik, g'oyadosh bo'lishdan maydonga kelgan birlik ittifoqimiz bo'lgan edi xolos. Bizlar uzun zamonlardan tortib insoniy marhamat va fazilatlardan mahrum holatda
vahşiylarcha boshqarish ostida ezilib keldik. Agar biz asirlikning asorati tufayli qon tomirlarimizga qadar singib ketgan tafriqchilik xohishini, manfaatvozlik zaharlarini umumyuzlik holda qarindoshlik to'g'risi bilan vujudimizdan talto'kis tozalab chiqarib etmasak, hammamiz bir gavda bo'lib, haqiqiy birlik asosida hoshimizni tepishga jiddiy tutish qilmasak, oqibatimizning xayrli bo'lishi qandoqmi mumkin bo'lsin? Shu aniqki, Sharq Turkiston xalqining ziyinimi, manfaatlarimi bir nuqtada. Mamlakatning bir parchasiga foyda yoki ziyon yetsa, buning ta'siri bir butun davlatga teng yetadi. Shunga har bir shahar va viloyatning ish va nupuz egalari ko'zi to'ymaganni oz deb nupuzga aldinib, manmanlik, nafsoniyatchilik qilmasligi, o'ttirga xatarlik bo'lgan ittifoqsizlik urug'ini chachmasliklari lozim. Chunki hammamizning o'rtaq manfaati buni taqozo qiladi. Agar butkul Sharq Turkiston mamlakati birlik ittifoqlikqa kela olmay, parcha-parcha ushaq bagliklarning shakliga kirib qolsa, o'ttirimizda nifaq va shaxsiy ixtilof ofatlari kuchaydi. Natijada bir-birimizning ziyiniga ko'z tikib, o'z putimizga o'zimiz palti chapamiz. Hamma tang barbod bo'lganda pushaymon hargiz foyda bermaydi. Biz birlikka keladiganlar bo'lsak, ziyon bizga hech bir yerdan yuzlanolmaydi. Ixtiloflashib o'tirsak, orqasidan umumyuzlik xaroblik, dahshatlik falokat agishib keladi. Birimizning beshiga kelgan xatar yana birimizni ayab qo'ymaydi. Nima qilishimiz kerakligi aniq. Ya umumyuzlik ittifoqlashib birlik bo'lamiz, yoki umumyuzlik xaroblikqa yuz tutib tugaymiz. Ikkisidan boshqa yo'l yo'q. Navoda biz vatanimizning ikkinchi qatimmo dahshatlik oyoq ostida bo'lishini, avvalqadimmo battar qulluqlikda vayron bo'lishini, tengirqishini arzu talab qilib olmagan bo'lsak, u chaqda bizga kerakligi faqatla birlik, ittifoqlikdir. Chunki ittifoqlashish farz. Yana kelib chin ko'ngil bilan qilingan ittifoq. Manba Erkin Turkiston gazeti 1933-yili 29-noyabr 15-son Kashgar. Uyg'urchaga ag'durg'ichi Burhan Muhammad. Bizga vaqt ayirganinglar uchun ko'pdan ko'p rahmat. Kelar qatim programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lg'aysizlar.